har bir til tovushlar va harflardan tarkib topgan bo'ladi, to'g'rimi? Tovushlarni biz eshitamiz va talaffuz qilamiz. Tovushlarning qog'ozdagi ifodasini harfiy belgi deymiz. Harflarni esa ko'ramiz va yozamiz. Lekin shunday tovushlar borki, tilimizda uni ifoda etishni imkoni yo'q. O'tgan gal sen juda chiroyli savol bergan eding. Mana boshqa kursdoshlaring ham xuddi shu gapni aytuvdik. Bu yerda aynan O'zbekiston Jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universitetini kechki kurs talabalari ishtirok etyapti. Bunda qarasam, hammangizdan ajralib turib, formada harbiy libosda o'tirgan bir yigit ham bor ekan. Bu ham qandaydir savol berish ilinjida bo'lsa kerak. Oldin o'zini tanishtirsin, maylimi? Men Javohir Ibodullayev, O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar departamenti yetakchi mutaxassis sifatida faoliyat yuritaman. Va shu bilan birgalikda ushbu oliygohda sport jurnalistikasida 4-bosqich talabasiman. Juda yaxshi. Darsingizga qiziqaman, kuzatib boraman va savol shundaki, men bitta o'rtog'imga gapirganda yog'danchik deb gapirdim. O'zim asli xorazmlikman. Yog'danchik deb gapirganda tushunolmadi. Shuni endi bir leksik ma'nosini kelib chiqish ma'nolarini bir tushuntirib aytib o'tib kelsangiz. Buni men emas, aslida bizning muxlislarimiz aytadi. Ular bilmagan taqdirda men uni javobda yozaman. Endi sizlarga biron narsani aytsa, yog'day desa, deb tushunasizlar. Nima degani yog'day degani? Yog' deb turibsizlar. Yog'day yoqib tushdi deysizlar. Lekin unday ma'noda emas. Mana bunga diqqat qiling. Bu yerda yozilgan bu yozuvni mana hozir savol qilib berdilar. Qarang, bu nima degani? Yog'day degan so'z bor. Bu asli qanday ma'noni ifoda etadi o'zbek adabiy tilida? Javoblaringiz bormi? Sizda yo'q bo'lsa, muxlislarimizga murojaat qilamiz. Ular albatta bizga yozishni boshlashadi. Kutamiz, marhamat.